Uyg'ur qirg'inchiligi haqida so'z bo'lganda, qirg'inchilikni har qachon zo'r ko'lamlik odam o'ltirish bilan bog'lab tasavvur qilishga odatlanib qolgan kishilar darhol Uyg'urlarning xuddi ayni vaqtdagi yahudiylarga o'xshash jazo lagerlarida to'p-to'p o'ltirilganligini esga oladi. Ammo Uyg'urlar duch kelayotgan navbatdagi qirg'inchilikning kollektiv shakldagi odam o'ltirishdan necha hassa eg'ir va qabohatlik bir hodisa ekanligi ko'plagan kishilarning yodiga kelmaydi. Dr. Adrian Zenizning Qonun, siyosat va san'at haqidagi Cambridge jurnalining 2024-yillik iyul sonida e'lon qilingan bu vaqtdagi maqolasida bu hol boshqa nuqtadan sharhlab berildi. Darvaqa Osiyo tarixida Xitoy bilan bog'lanishliq bo'lgan zo'r ko'lamli kollektiv qirg'inchilik ko'p qatim yuz bergan hodisalarning biri. Jumladan Tang sulolasi davridagi Uyg'ur mani muridlaridan necha tuman kishining qirib tashlanishi, Xitoyni bo'ysundirgan Chingizxonning isyon ko'targan tang'utlardan 2-3 million kishini butunlay qirib etishi, 1650-yili va 1860-yili Gansu va Shanxi atroflarida Manju qo'shinining necha yuz mingdan tunganlarni qirib tashlashi, Uyg'ur elini ishg'ol qilish harpsida Manju qo'shinining Jung'ariya vodisida 500 mingdan ko'proq Jung'ar Mo'ng'ullarni qirib tashlashi, Uyg'ur elini ishg'ol qilgandan keyin Uchturpanda Manjularga qarshi isyon ko'targan Uyg'urlarning necha minglab qirib tashlanishi deganlar bu xildagi qirg'inchilikning kichikgina misollari hisoblandi. Dr. Adrian Zenizning qarashicha, Xitoy hukumati uchun hozirgi kunda soni 10 million atrofida deb bilinayotgan Uyg'urlarni millat sifatida biroqla qirib tashlash ko'p jihatda qiyinga tushadigan ish bo'lib qolgan. Shunga ular tarixda ko'p ko'rilgan kollektiv qirg'inchilikni emas, aksicha hech qanday tashqi ko'rinishi mavjud bo'lmagan izsiz yo'qotish usulini tanlab olgan. Buningdagi eng unumli choralarning biri Uyg'ur qiz jo'kanlarini tug'ilmas qilib etish bo'lib, buningda shu ayol zotidan boshlab avlod qoldirish iqtidori mavjud bo'lmasligi lozim. Buning uchun ularning tug'ut yo'lini ko'rdan chiqarib etish eng unumli choralardan bo'lib qolgan. Dal shundoq bo'lganligi uchun mayli lagerda bo'lsin yoki lager teshidagi majburiy to'ylashtirish tadbirlarida bo'lsin va yoki tuqqan bo'lish nomida Xitoylarni Uyg'urlarning uylariga o'rlashtirishda bo'lsin, jinsiy zo'ravonlik birdek bosh nishon bo'lib qolgan. Normal ahvolda bir rayondagi aholining tug'ut va o'lim nisbati orqali nüfusning tabiiy ko'payish sur'ati hisoblab chiqiladi. Ammo Adrian Zeniz 2019-yili Uyg'ur elidagi lagerlarni tekshirish jarayonida 2015-yildan 2018-yilgacha bo'lgan oralikda Uyg'ur nüfusining tabiiy ko'payish sur'atining 73% chekinganligini, bu ahvolning 2019-yilimi xuddi shu sur'atda davom qilganligini bayqagan. 2020-yilga kelganda Xitoy hukumati nashr qilayotgan Xinjiang statistika yilnomasi har qaysi viloyat va noyalarning tug'ut nisbati haqidagi uchurlarni e'lon qilmas bo'lib olgan. Shu vaqtdagi uchurlarni taqqoslab chiqish jarayonida Uyg'ur nüfusining tug'ut nisbatidagi g'oyat zo'r chekinish damallikqa qaraganda shu vaqtdagi zo'r ko'lamli tutqunda Uyg'ur erlarining lagerga qamalishi tufaylidan kelib chiqqan yangi farzandlar tug'ilmaslikdan kelib chiqqandek bilingan. Ammo keyincha o'ttirg'a chiqqan izlanishlar buningdagi sababning Uyg'urlarning tug'ut nisbatini majburiy yo'sinda cheklash bo'lganligini ko'rsatgan. Bu vaqtdagi ziyoratimiz jarayonida Adrian Zeniz bu nuqtani alayda eskartdi. Yeah, the declines of Uyghur birth rates are unprecedented in the history of the PRC and Uyg'ur nüfusining tug'ut nisbatidagi bu xil chekinish Xitoy Xalq Jumhuriyatining tarixida ko'rilib boqmagan. Dunyo tarixida mundaq ish bo'lib boqmagan. Bu xil chekinish bir qism rayonlarda 2015-yili boshlangan bo'lsa-mu, 2017-yili va 2018-yili birdilla tezlashdi. 2019-yildan boshlab yuqori pallaga chiqishga boshlagan chekinish 2020-yilimi to'xtamadi. Buningga umumiy jihatdan qaraydigan bo'lsak, Uyg'ur nüfusining ko'payishi umuman 0 saviyada. Ba'zi rayonlarda 0 ning ostida bo'ldi. Ammo buning hech qaysisi tabiiy omillar tufaylidan bo'lgani yo'q. Aksicha buni zo'r ko'lamlik tutqun, nüfusni boshqa joylarga yo'tkash va oila judoligining birlashma natijasi deyish mumkin. Ammo mening ko'zitishimcha, buningdagi eng hal qilg'uvchi omil ayollarni tug'mas qilib etadigan tibbiy vositalarni Uyg'ur qiz cho'kanlarining tug'ut yo'liga o'rnatish bo'ldi. Bu xil vositalarga qo'shilib, majburiy homiylik tushirish va boshqa tug'ut cheklash tadbirlari tufaylidan mushu xil g'oyat zo'r chekinish ko'rildi. Through sterilization, insertion of intrauterine devices, abortions and other measures. 2018-yildan tortib planliq tug'utga xiloflik qilishni nolga tushirish degan shior Uyg'ur elida umumlashishga boshlagan. Bo'libmi Xotan rayonida buning ijro qilinishi eng qattiq bo'lgan.
Natijada 2019-yili 2,5 million Uyg'ur bo'lgan Xotan tavasida planliq tug'utga xiloflik qiluvchilarning sonini 21 dan oshirmaslik e'lon qilingan. Shundaqla Janubiy Shinjang deb ataladigan doiradagi bolalik bo'lish yeshidagi Uyg'ur ayollarining 80% dan ko'piragi uzun mezgillik planliq tug'ut uchun tug'ut iqtidorini yo'qotishga majburlangan. Lagerlar haqida ko'p qatim guvohlik bergan shohidlardan Qalbi Nursidiq o'ziga taqsimon shakldagi tug'utni cheklash yuziga sildirmoqchi bo'lganda o'zining yeshi 50 ga berib qolganligini, hozirgi yolg'iz farzandidan boshqa farzandlik bo'lish xiyolining yo'q ekanligini aytgan bo'lsa-mu, tug'utni cheklash operatsiyasiga aktiv moslashish, bo'lmasa jazoga tortilish bilan qo'rqitilgan. Natijada uningmi taqsimon tug'ut cheklash yuziga silingan. Dal shundaq bo'lganligi uchun keyincha oshkor bo'lib ketgan qarqash hujjatlarda lagerga qamalgan qiz-cho'konlarning mutlaq ko'p qismining planliq tug'utga bo'ysunmaslik bilan ayblanganligi tilga olingan. Uyg'ur elida umumyuzlik ijro qilinayotgan tug'utning oldini olish tadbirlarining tarixda misli ko'rilmagan seviyaga yetishiga zodi qaysi omilning harakatlantirgich kuch bo'layotganligini dalillash dastlabda har qaysi mutaxassislar uchun qiyinga tushgan. Keyincha Xitoy tavasidagi olim, akademik va mutaxassis qalpaqidagi bir turkum ilm ahlining bu vaqtdagi utuqlari e'lon qilingandan keyin bu nuqtama tadrijiy oydinlashishga boshlagan. 2014-yili Xi Jinping Xinjiang xizmati yig'inida aniq qilib, Xinjiangdagi nüfus nisbati va nüfus bexatarligi omili uzun mezgillik aminlik va muqimlikning ochquchi deb yo'l yo'riq bergan. Dal mushu markaziy ideya keyingi vaqtlardagi Xitoy olimlarining asarlarida ko'p qatim naql elinib, Janubiy Xinjiang rayonida Xitoy nüfusining bakli oz ekanligi alohida eskartilgan. 2015-yili Tarim universitetining mas'ullaridan Liao Jiaoyu aniq qilib, Xinjiang masalasini hal qilishning tub ochqichlaridan biri Janubiy Xinjiang rayonida Xitoy nüfusining bakli oz nisbatni egallashidagi reallikni o'zgartirish degan. Shundaqla Xinjiangdagi muqimsizlik va terrorlik qilmishlarining yamrab ketishi Janubiy Xinjiang rayoniga Uyg'urlarning markazlashib o'ltiraqlashib qolganligini ko'rsatgan. Bu xildagi fikrlar Xitoyning oshkor bo'lib ketgan maxfiy hujjatlaridagi osonliq millatlarning to'plashib o'ltiraqlashishidagi eg'ir tangpungsizlik, birli millatning markazlashib o'ltiraqlashishi degandek bayonlarda. Shundaqla Bingtuan, Xinjiang universiteti qatorliq joylardagi yuqori unvonli mutaxassislarning maqolalaridami mos qadamda ko'plab o'rin olgan. Shundaq bo'lganligi uchun Janubiy Xinjiangdagi nüfus nisbatida Xitoylar 15% ga yetmaydi. Buni jiddiy tuzatish lozim degan yetakchi ideya tadrijiy shakllangan. Bu xildagi Uyg'urlarning to'plashib o'ltiraqlashish masalasini cho'rilgan terrorlikning oldini olish tadbirlari qatorida bir qism Xitoy mutaxassislari Uyg'urlardan chiqayotgan terrorlik qilmishlarini tugatish uchun ularning nüfus qurilmasini tezdan a'lolashtirish lozim degan hal qilish chorasini o'ttirib qo'ygan. Bu nazariya bo'yicha bo'lganda Uyg'urlarning to'plashib o'ltiraqlashishidan shakllangan insonlar tahdidi masalasini hal qilishda Uyg'urlarning nüfus qurilmasidagi Uyg'ur nisbatini Xitoylarning ko'plab makonlashtirish orqali shalonglatish eng oqilona tadbir bo'lib qolgan. Bu to'g'risida so'z bo'lganda Adrian Ziniz mundaq deydi. The Chinese Communist Party's perception of Uyghurs is that they feel they've not been able to penetrate and really understand and control. Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlar haqidagi tushunchasi izchil mundaq bo'lib kelgan. Uyg'urlar o'z vatanida to'plashib o'ltiraqlashib olganligi uchun ularning orasiga singib kirish, Uyg'urlarning o'y xiyolini bilish va ularni kontrol qilishga Xitoylar qodir bo'la olmagan. Bu xil holatda hamma narsa Uyg'urlarning xohishi bo'yicha bo'lgan. Xitoylar izchil ana shunday o'ylagan. Darvaqa Uyg'urlar Xitoylarga qarshi xilli sistemli ravishda qarshilik ko'rsatdi. Bularning ozg'ini bir necha qitimligini hisob qilmaganda mutlaq ko'p qismi zo'rliq kuch qo'llanilmagan shaklda vujudga chiqdi. Ammo hokim mutlaqlik asosidagi davlat hokimiyati bu rayonni mutlaq kontrolga tutib tura olmaslikni o'zlari uchun bir turli tahdid deb tushundi. Shundaqla Uyg'urlarni har qachon o'zlariga qarshilik ko'rsatishdan zodlanmaydi deb qaradi. Zo'r ko'lamlik tutqun va lagerlar bo'lsa dal mushu xildagi qarshilik tushunchisini sistemli holda yo'qotish uchun Uyg'urlarning yurish turishi va o'y xiyolini o'zgartirishga markazlashdi. Mana mushu andish tufaylidan Xitoy davlati Uyg'urlarning tug'ut nisbatini to'xtatib qo'yish va ularni ko'payishdan mahrum qoldirishga bakrak oldirayotdi. Chunki Uyg'urlarning nüfusi tezdan ko'payib ketsa, Xitoylarning o'ltiraqlashish mustamlikchiligi sug'uchilishib qoladi. Bu hozir ularning eng chong andishisi. So they were outpacing the Han Chinese settler colonialism. And this gave rise to these anxieties. Xitoy hukumatining nazarida bu xildagi Uyg'urlarning to'plashib o'ltiraqlashishi ko'plagan masalalarni keltirib chiqardi. Biri, yeshinchanga kuchlarining to'planib qolishi davlatning bexatarligi uchun xavf tug'dirdi.
Ikkinchisi, to'plashib markazlik o'ltiraqlashib qolgan Uyg'urlar asonliq quyuq diniy muhit hozirlab, diniy oshqo'llikqa sabab bo'ladi. Uchinchisi, bu xil markazlik o'ltiraqlashish Uyg'urlarning o'z yashagan doiraga bo'lgan vatan tushanchisini kuchaytirib, Junxo o'rtaq kimligi tushanchisining umumlashiga ta'sir qiladi. To'rtinchisi, bundaq birli millatning to'plashib o'ltiraqlashishi davlat chegarasining bexatarligi uchun zo'r xavf. Mana shunday siyosiy orqa ko'rinish ostida Xitoy hukumati Uyg'ur nufusining qurilmasini a'lolashtirish nomida bir turkum yangi qurilishlarni boshlab o'tgan.